Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Tanqidiy fikrlashni o'rganishda davom qilamiz. Quyidagi fikrni tahlil qilamiz birgalikda. Sog'lom bo'lish uchun muntazam sport bilan shug'ullanish kerak. Ya'ni osh pishirish uchun guruch kerak degan ma'noda. Bu yerda osh yo'q nuqtamiz. Esimizda bo'lsa, bu yerda demak osh tayyor nuqtamiz. Bir nechta narsalar kerak edi. Guruch kerak, demak, sabzi kerak. Endi bu yerda ham shu tartibda. Ya'ni sog'lom bo'lish uchun muntazam sport bilan shug'ullanish kerak. Demak, shu fikrni boshda o'rgangan fikrimizga demak o'xshatishga harakat qilamiz. Ya'ni osh uchun sabzi kerak degan fikrga. Muntazam sport bilan shug'ullanmasdan sog'lom bo'lish mumkinmi? Ya'ni guruchsiz osh pishirish mumkinmi? Yo'q, bu yerda javobimiz. Sog'lom bo'lish uchun faqatgina muntazam sport bilan shug'ullanish kerak deb xulosa qila olamizmi? Ya'ni osh tayyor bo'lishi uchun faqatgina sabzi kerak deb ayta olamizmi? Yo'q, albatta. Muntazam sport bilan shug'ullanadigan kishilar sog'lom kishilar deb xulosa qila olamizmi? Ya'ni bizda guruch bor, biz osh pishira olamiz deb ayta olamizmi? Yo'q. Shu ketma-ketlikda, ya'ni biz o'zimiz o'rgangan struktura bo'yicha misollarni shu savollarga javob beramiz. Quyidagi mulohazalardan qaysi biri xato ekanligini aniqlang. Anora muntazam sport bilan shug'ullanmaydi, demak u sog'lom bo'la olmaydi. Bu fikr to'g'ri fikr, chunki muntazam sport bilan shug'ullanmaydi, bu degan natijaga erisha olmaydi. Ya'ni bizda guruch yo'q, demak osh pishira olmaymiz. B. Shodmonjon muntazam sport bilan shug'ullanadi, demak sog'lom bo'ladi. Bu javobimiz noto'g'ri bizda. Chunki bizda guruchni bor ekanligi bu demak oshni pishira olishimizni anglatmaydi. Demak to'g'ri javob B. 5-6 savollarga javob beramiz. Sog'lom kishilar muntazam sport bilan shug'ullanadi deb xulosa qila olamizmi? Ya'ni bizda endi natija bor. Sog'lom kishilar natija, to'g'rimi? Ya'ni bizda osh tayyor. Bu degani bizda guruch bo'lgan deb xulosa qila olamizmi? Ha, xulosa qila olamiz. 6. Sog'lom bo'lmagan kishilar muntazam sport bilan shug'ullanmaydi deb xulosa qila olamizmi? Sog'lom bo'lmagan kishilar, ya'ni osh pishmadi bizda, bu degani guruch yo'q deb xulosa qila olamizmi? Yo'q. Chunki guruch bo'lib turib sabzi bo'lmagan bo'lishi mumkin yoki boshqa. Buni mavzu davomida o'rgangan edik. 7-savol. Quyidagi mulohazalardan qaysi biri to'g'ri, qaysi biri xato ekanligini aniqlang. A. Dilnoza sog'lom, demak muntazam sport bilan shug'ullanadi. Xo'p, Dilnoza sog'lom, demak muntazam sport bilan shug'ullanadi. To'g'ri. Chunki bizda natija bor. Ya'ni bizda osh tayyor. Bu degani bizda guruch bo'lgan. Faqatgina sog'lom kishilar muntazam sport bilan shug'ullanadi. Bu noto'g'ri narsa. Ko'prikchalar usuli. Bu yerda osh tayyormas nuqta. Bu yerda osh tayyor nuqta. Faqatgina sog'lom kishilar muntazam sport bilan shug'ullanadi. Ya'ni faqat uyda osh pishganlarni uyda guruch bor desak. Masalan, bu to'g'ri fikr bo'ladimi? Yo'q. Shu yuqoridagi fikr shunga o'xshash bo'lyapti-da. Endi Bahodir sog'lom emas, demak muntazam sport bilan shug'ullanmaydi. Bahodir sog'lom emas, ya'ni kimnidir uyda osh pishmadi, demak uni uyda guruch yo'q deb xulosa qila olamizmi? Yo'q, bu noto'g'ri. Muntazam sport bilan shug'ullana olish uchun sog'lom bo'lish kerak. Muntazam yo'q. Bu yerda teskari gap bo'lyapti. Ya'ni sport bilan shug'ullangan odam sog'lom bo'ladi degan fikr bo'lgandi. Endi bu yerda aytayapti, sport bilan shug'ullana olish uchun sog'lom bo'lish kerak deyapti. Bu noto'g'ri fikr. Sport turlari orasida futbol eng yaxshisi, shuning uchun futbolchilar boshqalarga qaraganda sog'lomroq bo'ladi. Sport
turlari orasida futbol yaxshisi, shuning uchun futbolchilar boshqalarga qaraganda sog'lomroq bo'ladi. Bu fikrni ayta olmaymiz biz. Chunki bu haqida bizda ma'lumot yo'q. Eng yaxshisi futbolmi? Navbatdagi savol, sog'lom bo'lish uchun sportning yengil atletika turi bilan shug'ullanish kerak. Bu haqida ham bizda ma'lumot yo'q. Navbatdagi fikr, muntazam sport bilan shug'ullanadigan kishilar sog'lom bo'ladi. Demak, muntazam sport bilan shug'ullanadigan kishilar sog'lom bo'ladi. Ya'ni bizda bu yerda muntazam sport bilan shug'ullanadigan kishilarning hammasi sog'lom bo'ladi deyapti. Ya'ni biz bu yerda yetarlilik shartidan foydalanamiz. Demak, esimizga mavzuni soladigan bo'lsak, bu yetarlilik shartida demak, o'quvchi somsa yesa qorni to'yadi. Bu qorni och nuqta, bu qorni to'q nuqta. Bu yerga somsa orqali yetishi mumkin. Yoki bu yerga boshqa narsalar orqali ham yetishi mumkin. Endi bu yerda aytayapti, muntazam sport bilan shug'ullanadigan kishilar sog'lom bo'ladi. Endi bittasi shu ko'prikchalarning bittasi bu yerda muntazam sport. Endi savollarga qaraymiz. Bizda natija sog'lom bo'lish. Bittasi muntazam sport. Bittasi bo'lishi mumkin to'g'ri ovqatlanish, yana bittasi bo'lishi mumkin yana bittasi masalan badan tarbiya yoki boshqa bo'lishi mumkin. Sog'lom bo'lish uchun faqatgina muntazam sport bilan shug'ullanish kerak deb xulosa qila olamizmi? Yo'q. Faqat shu deb xulosa qila olmaymiz. Ya'ni bizni qornimiz to'yishi uchun faqat somsa yeyishimiz kerak deb xulosa qila olmaymiz-ku. 9. Muntazam sport bilan shug'ullanmaydigan kishilar sog'lom bo'la olmaydi deb xulosa qila olamizmi? Ya'ni muntazam sport bilan shug'ullanmaydi. Ya'ni somsa yemagan odamni qorni to'ymagan deb xulosa qila olamizmi? Yo'q, albatta. Ya'ni bu muntazam sport bilan shug'ullanmasdan balkim doimiy to'g'ri ovqatlanishga rioya qilishi mumkin. Sog'lom kishilar muntazam sport bilan shug'ullanadi deb xulosa qila olamizmi? Yo'q. Bunda ham shu tartib. Ya'ni sportdan boshqa masalan to'g'ri ovqatlanishga rioya qilish ham mumkin, boshqa bo'lishi mumkin. Demak, nosog'lom kishilar muntazam sport bilan shug'ullanmaydi deb xulosa qila olamizmi? Mana shu yer ko'pchilik o'quvchilar xato qiladigan joy. Ya'ni natija yo'q bizda, ya'ni sog'lom emas. Demak, u sport bilan shug'ullanmaydi deb xulosa qila olamizmi? Ha, bunday xulosa qila olamiz. Ya'ni bu ko'prikchalarning hech biri bu yerda bosib o'tilmadi. Ya'ni sport bilan ham shug'ullanmaydi deb xulosa qila olamiz bu bolani. To'g'ri ovqatlanishga ham rioya qilmaydi deb ola olamiz. Boshqa. Hammasi hech biriga rioya qilmaydi deb olsak bo'ladi buni. Demak, nosog'lom kishilar muntazam sport bilan shug'ullanmaydi degan xulosamiz bizda to'g'ri ekan. Navbatdagi savollarga birgalikda javob beramiz. Shodmonjon muntazam sport bilan shug'ullanadi, demak u sog'lom bo'ladi. Bu to'g'ri fikr. Chunki mana ko'prikka qarasak, sport bilan shug'ullanadi, demak buni sog'lom desak bo'ladi. Shohruzo muntazam sport bilan shug'ullanmaydi, demak u sog'lom bo'la olmaydi. Muntazam sport bilan shug'ullanmaydi, bu sog'lom bo'la olmasligini aytmaydi bu yerda, chunki biz aytdik, bu natijaga boshqa ko'prikchalar orqali ham yetgan bo'lishi mumkin. Bittasi muntazam sport edi. Bu yerda sog'lom bo'lish. Zulxumor sog'lom, demak muntazam sport bilan shug'ullanadi. Bu fikr ham noto'g'ri. Ya'ni sog'lom ekanligi uni muntazam sport bilan shug'ullanishini anglatmaydi. Sardor sog'lom emas, demak muntazam sport bilan shug'ullanmaydi. Bu fikr to'g'ri. Ya'ni bunda natija yo'q bizda. Natija yo'q. Bu degani bizda shartlar bajarilmadi. Ya'ni mavzu bo'yicha o'rganganimizga qaraydigan bo'lsak, qorni to'ymadi, ya'ni o'quvchining qorni to'ymadi, demak u somsa yemagan deb xulosa qila olamizmi? Ha, chunki somsa yeganda uni qorni to'ygan bo'lardi. Sog'lom kishilarda bo'sh vaqt yo'q, chunki ular muntazam sport bilan shug'ullanadi.
sog'lom kishilarda bo'sh vaqt yo'q, chunki ular bo'sh vaqt yo'q, bo'sh vaqt bor, bu haqida bizda ma'lumot yo'q. Buni ayta olmaymiz. Tez yugura olmaydigan kishilar sog'lom emas, buni ham ayta olmaymiz. Farzandlar ko'proq davomida sport bilan shug'ullanadi, demak ulardan sog'lomroq, buni ham ayta olmaymiz. Bular haqida bizda ma'lumot yo'q. Navbatdagi 3-fikr, yaxshi she'r yoza olish uchun kishining hayoti qiziq voqealarga boy bo'lishi kerak. Yaxshi she'r yoza olish uchun kishining hayoti qiziq voqealarga boy bo'lishi kerak ekan. Bu yerda ham yetarlilik sharti bo'lyapti, ya'ni bu she'r yo'q nuqta, bu she'r yozilgan nuqta. Bitta shart qiziq voqea. Ya'ni hayoti qiziq voqealarga boy bo'lgani bu bitta demak shart. Boshqa sabablar bilan ham u nima bo'lishi mumkin? She'r yozishi mumkin. Bu yerda ham demak yetarlilik sharti bo'lyapti. Ya'ni biz o'rgangan masalaga qaraydigan bo'lsak, biz o'rgangan masalada somsa esa qorni to'yadi. Shu struktura bo'yicha o'xshatib boramiz. Xo'p, kishining hayoti qiziq voqealarga boy bo'lmay turib she'r yoza olish mumkinmi? Mumkin. Chunki qiziq voqea yo'q bo'lgan bilan boshqa bir shart orqali u demak natijaga erishgan bo'lishi mumkin. Ya'ni qiziq voqea bitta ko'prikcha bizda. Kishining hayoti qiziq voqealarga boy bo'lmasa, yaxshi she'r yoza olmaydi deb xulosa qila olamizmi? Qiziq voqealar yo'q, bu yaxshi she'r yoza olmaydi, ya'ni natijaga yeta olmaydi deb ayta olamizmi? Yo'q. Ya'ni kimnidir qorni to'ymadi, bu degani u somsa yemadi deb xulosa qila olamizmi? Na, qorni to'ydi. Qiziq voqealarga boy bo'lmasa. Demak, somsa yemadi. Masalan, Sardor somsa yemadi. U demak qorni to'ymagan uni desak, to'g'ri fikr bo'ladimi? Yo'q, albatta. Navbatdagi 15-savol. Yaxshi she'r yoza olish uchun faqatgina kishining hayoti qiziq voqealarga boy bo'lishi kerak deb xulosa qila olamizmi? Ya'ni natijaga erishish uchun faqat qiziq voqealar kerakmi? Yo'q, bunday xulosa qila olmaymiz. Ya'ni qorni to'yish uchun faqat somsa yeyish kerak deb xulosa qila olmaymiz. 16. Hayoti qiziq voqealarga boy kishilar yaxshi she'r yoza oladi deb xulosa qila olamizmi? Hayoti qiziq voqealarga boy kishilar yaxshi she'r yoza oladi deb. Mumkin. Yozishi mumkin. Ya'ni qiziq voqea bitta shart. Ya'ni unda bitta ko'prikcha bor, bu degan natijaga erishishi mumkin, xohlasa. 17-savol. Quyidagi mulohazalardan qaysi biri to'g'ri, qaysi biri xato ekanligini aniqlang. Umarning hayoti qiziq voqealarga boy emas, demak u yaxshi she'r yoza olmaydi. Umarning hayoti qiziq voqealarga boy emas, demak u yaxshi she'r yoza olmaydi. Bu noto'g'ri. Ya'ni bizda somsa yo'q. Bunga o'xshatadigan bo'lsak, somsa yemadi. Demak, uni qorni to'ymadi degan fikr bo'lyapti. Qiziq voqealarga boy bo'lmagan bilan boshqa bir ko'prikcha orqali u natijaga erishgan bo'lishi mumkin. Dilnozaning hayoti qiziq voqealarga boy, demak yaxshi she'r yoza oladi. Dilnozaning hayoti qiziq voqealarga boy, demak yaxshi she'r yoza oladi. Demak, bu to'g'ri. Chunki qiziq voqealarga boy ekanligi bu she'r yoza olishini aytyapti yuqoridagi. Mana yaxshi she'r yoza olish uchun kishining hayoti qiziq voqealarga boy bo'lishi kerak deyapti. Qiziq voqealar bizda bor, demak, Dilnozaning hayoti qiziq voqealarga boy bo'lsa, u yaxshi she'r yoza oladi degan xulosani olsak bo'ladi undan. Ya'ni somsa yedi, demak qorni to'ydi degan xulosani aytsak bo'ladi. Yuqoridagi fikr bo'yicha biz fikr bildiryapmiz. O'quvchilar diqqatli bo'linglar. O'zimizdan kelib chiqib shoir bo'lmasligi mumkin-ku, masalan, somsa esa qorni to'ymasligi mumkin-ku. Unaqa demak fikrlarni aytmaymiz. Shu fikr bo'yicha, struktura bo'yicha yechamiz. Bo'lmasa yechgan testlarimiz noto'g'ri bo'lishi mumkin. Hayoti qiziq voqealarga boy kishilarning ko'plab she'rlar yozishga vaqti bo'lmaydi. Vaqt haqida bizda ma'lumot yo'q, buni ayta olmaymiz. Yaxshi she'r yoza olish uchun yaxshi hikoyalar ham yozish kerak, buni ham ayta olmaymiz. Ya'ni bu haqida bizda ma'lumot yo'q.
Kamronning ijtimoiy hayoti qiziq voqealarga boy bo'lib, Kamronning hayot voqealari yanada qiziqarliroq. Bu haqida ham sizda to'liq ma'lumot yo'q. Ya'ni kimdir ko'proq qiziq voqealar boy, bu yaxshiroq she'r yozadi, buni ayta olmaymiz. Yaxshi she'r yoza oladigan kishilarning hayoti qiziq voqealarga boy deb xulosa qila olamizmi? Ya'ni yaxshi she'r yozdi, bunda natija bor. Bu degani hayoti qiziq voqealarga boy deya olamizmi? Ha. Ya'ni yo'q, bu yerda mana bu she'r yo'q nuqta, bu she'r bor nuqta. Unda yaxshi she'r yoza oladigan kishi, ya'ni natija bor. Bu yo'ldan o'tdi deb ayta olamizmi? Yo'q. U boshqa yo'ldan o'tgan bo'lishi ham mumkin. Ya'ni kimnidir qorni to'ydi, bu degan somsa yedi deb xulosa qila olamizmi? Yo'q. Bu savolning javobi yo'q bo'ladi. Yaxshi she'r yoza olmaydigan kishilarning hayoti qiziq voqealarga boy emas deb xulosa qila olamizmi? Ha. Ya'ni struktura bo'yicha, gap strukturasi bo'yicha shu fikrni biz ayta olamiz. Chunki bizda hozir natija yo'q. Bu degani yo'llarni hech biri bosib o'tilmadi. Ya'ni bu ovqat misolida aytadigan bo'lsak, qornimiz to'ymadi, demak somsa ham yemadi. Demak u lag'mon ham boshqasini ham yemadi. Shuni xulosa qila olamiz. Ha, buning javobi. Quyidagi mulohazalardan qaysi biri to'g'ri, qaysi biri xato ekanligini aniqlang. Ilyos yaxshi she'r yoza oldi, demak uning hayoti qiziq voqealarga boy. Bu noto'g'ri. Chunki bizda boshqa demak yo'llar bosib o'tilgan bo'lishi ham mumkin bu yerda. Yaxshi she'r yoza oladi. Faqat bitta demak shart emas. Ya'ni biz ovqat misoliga yana kelamiz. Boshida o'rgangan bitta strukturamiz. Kimdir qorni to'ydi, demak uni somsa yegan deb xulosa qila olamizmi? Yo'q, albatta. U osh yegan bo'lishi mumkin. Faqatgina yaxshi she'r yoza oladigan kishilarning hayoti qiziq voqealarga boy. Buni ham noto'g'ri fikr desak bo'ladi. Faqat degan fikr yo'q bizda yuqorida. Saidamir yaxshi she'r yoza olmaydi, demak uning hayoti qiziq voqealarga boy emas. Yaxshi she'r yoza olmaydi, demak uning hayoti qiziq voqealarga boy emas. Ya'ni unda natija yo'q. Hech bir shart bajarilmadi. Bu to'g'ri. Chunki masalan kimnidir qorni to'ymadi, demak u somsa yemadi desak. To'g'ri fikr bo'ladimi? To'g'ri fikr bo'ladi. Chunki demak bitta shart bajarilsa ham, bitta ko'prikchadan o'tilsa ham bu yerda demak natija bo'ladi, yetarlilik shartida. Kishining hayoti qiziq e'tibor qilinglar o'quvchilar. Bu yerda o'zimizning fikrimiz emas, gap strukturasidan kelib chiqib javobni belgilashimiz kerak. Bu demak she'r yoza olish uchun qiziq voqealarga boy bo'lish shart emas u. Boshqa degan fikrlar demak kerakmaydi bu yerda. Gap strukturasidan kelib chiqib fikr aytamiz. Kishining hayoti qiziq voqealarga boy bo'lish uchun yaxshi she'r yoza olish kerak. Bu yerda teskarisini aytyapti gapni. Demak bu noto'g'ri bo'ladi. Ya'ni qorni to'yishi uchun somsa yeyish kerak deyapti. Bu noto'g'ri fikr. Ya'ni somsa yemasdan osh yeyishi, boshqa narsa yeyish ham mumkin. Abdulazizning hayoti qiziq voqealarga boy, demak katta bo'lsa shoir bo'ladi. Abdulazizning hayoti qiziq voqealarga boy, katta bo'lsa shoir bo'ladi degan fikr bu noto'g'ri. Kim bo'lishini aniq aytib bo'lmaydi, lekin bu shu fikrni demak aniq aytish ilojsiz. Ya'ni qiziq voqealarga boy, ya'ni bundan shartlar bajarilgan. Bu yerda natija bo'lishi mumkin. Lekin bu uzoq muddatli aytyapti. Buni to'g'ri deb olsak bo'ladi. Ya'ni somsa bor, bu yerda somsa bor, qorin to'ydi degan xulosani olsak bo'ladi bu yerda.